Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Yerim kecha. Jan jimjit. Nuri yazliq choyxonadagi supada osmondagi o'ltirib ketayotgan oyga qarab yenicha yotmoqda. Bu ay kimga o'xshaydi? Yoshlik xos insoniy muhabbat bilan xo'shlashayotgan Sabihagami yoki nimanidir aldan yo'shirib u dunyoga elib ketayotgan Muxtarboygami? Muxtarboy har qatam Nurining onasining qabrisiga kelganda tizlanib o'ltirib yig'laydi. Nimishqa deb so'raydi Nuri o'zidan. Chunki uning onasi Qavon deb cho'ng dadasini doim orqasidan tillaydi. Nuri cho'ng bo'lib hamma ishni boshqadan o'ylab, boshqadan xulosa chiqarmoqda. Uning ko'zi amdila uyquga ketib edi, biri nozik qo'l uning yuzini siypadi. U cho'chib uyg'ondi. Kim? Unda qilma. Bu men, Tarixa. Qiz uning qo'yniga kirdi. U ishtirishga yoki varqirashga ulgurolmadi. Oy qorong'usi qizning butun badani uning badaniga yem chaplashgan. Nuri xelidan beri ayol badani bilan uchrashmagan. Uning aql kontroliga ojizlashdi. 1 minutdan keyin Nuri ostidagi Parixa emas, balki Sabiha ekanligini sezdi. "Tez yo'qol, uzutqo", dedi. Qiz uni chin quchoqlab olib, "Parixa kirgan bo'lsa shundoq deytdingmi?" dedi quliqiga pichirlab. Nurining badani shurgandi. U muz bilan o'tning farqini shu chaqdala bildi. Yenida yotqani muz edi. Uni xatolashib o't deb o'zini qoqlabdi. Lekin u kechikkan edi. U Sabihani ittardi. Sabiha supidan tushib etib, "Belib qo'y, balang mening badrimda cho'ng bo'ladi", dedi. Nuri uni uzib turishig'a, uning beshiga g'alildab titrab, Parixa paydo bo'ldi. Siz uni? Qiz yuzlarini to'sib Nuriga kaynicha yo'landi va azob bilan yig'ladi. "Hech nima bo'lmadi. Men uni supida ittirib tushirib etdim." Nuri yolg'on aytdi. U mana hozirla yolg'onning bir ulug' kuch ekanligini sezdi. Qiz uningga yalt qilib burilib qaradi va asta qo'llarini bo'yniga sundi. Nuri uning inchga nozik ballaridan chin quchoqlab supiga yotqizdi. U hayajondan tez nafas elib, "Unda qilmayli", dedi. "Yeshim qilmayman. Qarang, suga ko'tarildi." Nuri uni asta suyib qo'ydi. Qiz tashnalik bilan lavlarini yana tangladi. Nuri uni belidan tutib asta o'rindan turg'izib, yuzini yuziga yiqib quliqiga "Kelgusida", dedi va supidan tushib boqqa yugurib ketdi. Nuri yotganni beshiga purkab yetib, "Yana bir yangi azob", dedi. Atdiganligi hammasi o'z ishlariga menishdi. Nuri menish oldida Asiya uni yolg'iz yerga tortdi. "Balam", dedi u Nurining qo'llarini mehribonlik bilan ching tutib. "Seni o'z balam hisoblayman. Qizlarimning ishlari menga 5 qo'ldek ayon. Parixa to'limi yaxshi bola bo'ldi. Uning baxti oldida. Sabiha gishim og'riydi. U bechara bola. Chidamabman. Balam, ash qizimni baxtli qil, qo'lingdan keladi." Nurining qarashicha, o'z baxtini boshqalarning qo'lidan izdigichilar rostli bechara. Uning becharalarga nisbatan ko'nglida tunji qatim nafrat paydo bo'ldi. Milq shahrining sirtidagi og'inisining uyida ishga hamroyi bilan turayotgan G'ani Batur Nurini so'g'uqli kutib oldi. "Go'rdan amdi chiqdingmi? Qaysi bilan ko'ngillashding? Bo'shab ketibsan-ku. Cho'ng kutyapti-da." "Ha." Nurimo so'g'uqli javob berdi.
u G'ani akasiga yolg'on gap qilmaydi. Hozir yo'lga chiqamiz. Ko'k qamir teg'ida yozni o'tkazib olsak, Fatihlarni kep qala. Mening ishim pushib o'lay dedim. Qechib yurimizmi? Qirbaqayli, qo'llab baqayli. Shahar so'rab baqayli-da. Ha, rost. O'rislar germanlarni qo'llab nega bordi? Hozir Leningrad shahrida qattiq jang bo'lib atadi. Nima ish qilyapti-do? Shangdo bandiga qassob. U adab Gomindan firqasini qurib elib tashviq qilyapti-do. Gomindanning askarlari Shinjongga kiryapti-do. Leninning tug'ilgan shahrimi Leningrad ha? Yo'q, Rossiyaning burun poytaxti, Moskvadan cho'ng shahar. Nemislar u yerni qo'rishib olg'ili 2 yildan oshdi. Har kuni 8-900 aeroplan, mingdak zambirak tanki bilan bombardimon qilmoqda. Gitler bu shaharni yo'q qilib etishga buyruq bergan. Mahchilik askar bilan qo'rishdi. 3-400 ming. Voy, butun g'olji xalqidan jiq degan ha. Burun Urushlipov degan marshal bosh qo'mondan bo'lib, shaharni mudofaa qilyotdi. Stalin uning o'rniga Zhukov degan generalni qo'ydi. Zhukov ham botur, ham dona. Mancho, rostdan degina, mancho. Sen botur, margan, lekin dona deyishga bo'lmaydi. Ha! Javobni og'zimni buzmaydi-ku. Rost gap qildim. Men dona emas, Fatihmandan aqlli. Akbar ikkimiz qo'rqimsiz. Jangda qaysi lozim? Har ikkilisi. Jangchi bo'lib, buyruqni ijro qilsak, boturlik zo'rur. Komandir bo'lsang, kalla bo'lmasa bo'lmaydi. Ayvon esaydi o'lga tas qoldim. Fatih bo'lmagan bo'lsa o'labdim. Bilasan-ku, bir mashina askar bizni tutquli keldi. Askarlar mashinadan tushib olsa, men o miltiq bilan birini etib o'ldirib, otlanib hujum qildim. Fatih etimni etib yiqitib meni saqlab qoldi. Askarlar o'q deganni yog'dirib atdi. Fatih yiqitib atmagan bo'lsa, o'qni qolatdi. Keyin qochib yurib, Iroqdan etib, dushmanning askarlarini o'ldirib, qolganini qochirib atdi. 30 askarni 10ni o'ldirsang, 20 qochishni ko'ydi tushdi. Biz etishni bilgan bilan so'qishni toza bilmaymiz. Ular atlandi. Tog' xeyli yiroq. Ular hushyorlik bilan miltiqlarini batlab, dumbilariga esib elishdi. G'ani ot minib olsa, zodi ostimonmaydi. Ular Qosh daryosining yuqori eqini qaritib, chang to'zan to'zitib otlarini qo'yib etishdi. Mahallalardan o'tganda bir to'p it ularni qo'g'ladi. To'xta! Dedi G'ani 4 otliqqa buyruq berib. Masjid oldida bir to'p odam turardi. Ularning orasida bir askar ot mingan 2 yoyi bor edi. Amaldor siyoqidagi biri odamlarga qamchisini pulang'iltib so'zlab o'tadi. Har 10 qo'yga bir qo'y yortib beramiz. Bu degan cho'p uchaqqi. Hech qiz cho'pni santarganmidi? Tuyuqsiz til anglagan amaldor yeniq burilib, qurolliq odamlarni ko'rib o'duqdi. Bu de Shindobaning buyruqi cho'pchi. Men yuzbegi mana senga yamoning odamlari. Dobanaga cho'pchi olmasa, bu onangni. Siz kim? Yuzbegi qo'rqib so'radi. G'ani Boturg'u deyman. Hukumat sizni izlab yurdi. Tutib olsa, o onangni. G'ani Qur'onni elib uningga qaratib o'q uzdi. Uning qalbi uchib tushdi. Askarlar bilan yoyla otlarini shahar tarafga to'g'rilab devetdi. G'ani hamrohlariga "Eto'g'a!" dedi. Nuri uningga "Aql nashad ishdan do'g'anika!" dedi va ishga hamroyiga qurol olg'izmadi. Juljul kiyimlik dehqonlar qaqshig'ini turdi. Tugumaydigan seli bizni mukchaytibatdi. Lang bo'turqidan ochdi. 6 bola zakyamdo. Sanab baqsam alvan seli 12 ga yetibdi. Hay puli degan nemisi? Hangzu puli mağday. Yaşıg'ichilikim qolmadi. Yuzbiga, "Ey, manapay, o'q beshimizga tegmabdi. Bu odam margankan. Qalbingizda to'ngni kechib qo'yibdi nihoyatda." Yuzbegilikni cheksiga tansina, bu yoqqa qarsa dehqon zarlayotgan. Demisi miras kuntas, u yoqqa qarsa hukumat. Nuri G'anining quliqiga "Tez ketaylik, hozirlar askarlar keladi" dedi.
Şangdobanni yo'qtiman degani biz bilanmi? dedi G'ani miltiqni havoda po'langlatib. Az qoldi, bu hukumatni yo'qtimiz. Ular chig'ir yo'l bilan bir kichik g'o'lga qarab shimolga yurib ketdi. Ular ketibla rast degandek bir mashina to'p-to'zitib yetib keldi. Mashinada liq qurolli askar bor edi. Ustur qochdi. Buni o'g'rining o'zi shu. Men to'lg'ashqa ikki yoy bilan askarni sizlarga avatgan. Xalqlar uylariga tarashdi. Mashina udul sharqqa qarab yurib ketdi. G'anika, tasli qoldi ishtirg'ili. Ishtirishdan qo'rqsa, hukumat bilan qandoq so'qsa? Miltiqatqini nimasi o'y? Yuragini mo'jib qo'ymsak bo'lmaydi. Abdumarni ko'rsam etidimi? Biz zamonadagi apyonkash Xitoylarni etayotganing yaxshi bo'ldi. Endi sarog'i chiq desa, chichib yetadigan bo'ldi apyonkashlar. Abdumarning cho'qori chalib kuyib qopti. Abdumar endi sarog'i chiqa olmaydi. Dadam bilan bir kunli billi bo'ldim. Fikrlarimni ko'ra olmadim. Ular ziyon salamdi ekan deb ansirayman G'anika. O'rimchining yo'lida bizning odamlarimiz hozir mashinalarni o'qitib Kangsoyda qoltis marganlarimiz bormi? Akbar Botir Olastayda bo'lsa, buni askarlar tutib olmasa, Seyitning odamlari bu chaqish Akbarga xabar berib bo'ldi. Mening odam o'tirib kapda turdi-ku tang. Sanab baqqansan, qanchani o'tirding jami? 13 aram. Men texi odam o'tirib baxmadim. Samman quyruq bo'l, bosh bulaman daysina texi. Ammo bosh degan yangi ishlashga bo'lmaydi-da. Xo'jini yoz oji degan qoltis marganti deb eding ha? Marganlik bilan yurtsuqli bo'lmaydi-da. Marganlik bilan dushmanni o'tirgil bo'ladi, lekin hokimiyat yurgizgil bo'lmaydi. Buning uchun kalli kerak aka. Biz qandaqroq hukumat quramiz? Uyg'urlar bilan qozoqlarni qozon beshiq chiqarib qo'ysa, yursur yalamdi. Sovet ittifoq yordam qiladi G'anika. Undaqda bizni o'rislar so'ramdi. Biz o'rislar uchun qon to'kimizmi? Bizning yerimizni nereden cho'ng deb eding ha? Aras, German, Yapon, İstaliya deganlarning yeridan cho'ng deb eding. Shuncha yerning hammasini o'ris so'ramda. Bizning yerimiz 1.600.000 kvadrat kilometr. Germanning-chi 300 necha ming deyman. Bizning yerimizga yetmaydi. Yetlar degan shu yerdan chiqqan butun dunyoni so'rayman deydi-da. Hech kim chiqmay o'rislar tankapti-da. O'rislarning yeri cho'ng ha. Jungodimi cho'ng? Jungoning 9.600.000, Sovetning 22 million. Voy, Amerikaning cho'ng. Sovetning kichik, Jungodimi kichik. G'ani Batori atdan sangayan o'ltirib olib, yenidagi etida tik o'ltirgan yosh yigitdan siyosat, jug'rofiya, tarix doir savollarini to'xtamay so'raydi. U nimani so'rasa, Nuri to'liq obrazliq javob beradi. Yigitning javoblaridan G'ani Batori bag'la xushal bo'ldi. Ishchengi shu bilan qandoq patidi ha? Men 7 qatim xotin oldim. Birdimmi senga o'xshash bir aqlli bola tug'ilmadi. Biz qoshliqlardan margan, kelishchi, o'g'loqchi, dapchilar chiqadi. Apandilar oz chiqadi. Qoshqa borsam bizning turbiyizini bilarmini men bo'lib qolaman. Inkostadagi G'o'l shaharni ko'rmaganlar mahmaq. Yer terish, o'rim-o'rish, toshqon qo'llash, xotin joylashni beradi. Akam bilan bir kun mendan shaharga kiraman, shaharga tushiman deysan. Shahardagining quduqdek, qorizdek o'xshamamdi deb so'raydi texi. Yer degan kam, ammo dehqonlarning nurg'uni yeng oshqa yetolmay baylo qarzdor bo'ladi. Ya, ot o'kizi, ya, sapan so'rmiyor. Butun yozni qor yog'och soyasida yetib olib, gapsatib o'tkazib etadi. 3-4 qo'y bug'doyni o'rib, tepib, o'risiga ko'malmasdan qorni qo'ydi. Qishyoz kiydigan shalvor, juvo, pirim cho'ruq, 3 vaqt choy bo'lsa bo'ldi. Isil tamqay kov bilan yon yo'q o'rdiqi. Bir mahalada bir savatli odam yo'q. Dunyoda nimalar bo'layotdi? Hukumat nimalarni qilyotdi? Hech kimni bilmaydi. Hukumatning degini qildi. O'mlab mengladi ha deydi. Dangal yangladi ma'qul deydi. Bir-birini urunladi yo'q demaydi. Qalb o'xshatdan G'anika. Sen bilan bilmasa odamning ko'ngli yayraydi. Rost aytsan. Yolg'iz qashliqlar emas. Hamma dehqonlarimiz shu. 6 shaharda dehqonning kuni texim eg'ir. Zag'ri bilan so'g'uq suv umr bo'yi yeydigani shu. Yotadig'ini doxyar, kiydig'ini umr bo'yi matashatva. Shuningga erishalmaydi texi. Shuning uchun bizni yat millatlar bo'zaq qiladi. Shuncha yil manju so'radi. Uning oldida qolmoq so'radi. Mana hozir shundoq ben so'rayotdi.
Boyliq degani ochliq. Mol qora, tog' o'rmon, ko'mir, oltin shudu ha. Ular emas, hozir maytaqdan neft chiqyapti. Oltaydan oltin, Ürümçi g'o'jilardan ko'mir, to'mir, mis, alyumin o'xshash metallar chiqyapti. Rasulov akamning deyishicha, Shinjongning yer ostida neft ko'p ekan. Neft degani kirsinmi? Benzin, salarga kirsin, qaramay deganlarni bilamiz. Amerika neftdan 60 xil mahsulot olg'udak. Nimalar o ha? Kömür Shinjongda eng ko'p. Kömürni qalaymiz, elektr stansiyadan to'kkanimiz, lekin Angliyaliklar, Amerikaliklar kömürdan nurg'un narsalarni ayirib olg'udak. Yerlarimiz munbat, kangri, mol chorva deganni qancha qilaman desang, shuniga imkon bor. Meva ko'ktat, dal-daraxt, oltin kumush, nima desang shu bor, lekin xalq nodon, kambag'al, bichara. Hammani qilamiz, zavod, fabrik quramiz. Xalq boy bo'ladi, o'qiydi. Dunyodagi eng qoltis millatlardan bo'la oladi. Rasmo Nuri. Bayatlining gap tinglab, beshini sangiltib, yo'g'on talpqini cho'kirib, atni mushchib o'tirgan dehqon gap qo'shdi. Oy! Sening o'zvoning borkan-ku. Xotinni tushida bir nima qilyapam dekansan, gap tinglabsan-da. G'anika, ammo lekin biz bir podshoh bo'lib olsak, Qashqarliqlarni ochqib, mushu bekor yerni bo'lib bersak, ular yer terib, zag'ri bilan matodan qutuladi juma. Opang Qashqarliqmi, dadangmi? Ikkiliz Qashqarliq, malla taranchi G'anika. Kim biladi, opang taranchi bilan o'ynab topganmi seni? Opang chiroyli o'xshamamdi shuning qaraganda. Opam parida xotin edi, ammo lekin bo'ldi, machildimi? Xotining-chi chiroyliqmi? Tushimga to'la kiradi, ammo lekin qo'rqma, xotinini taranchilar saqlaydi. Qancha bola bor? Ishki o'g'lim bordi. Cho'ngi bak aqlliq go'y. Sen borg'icha bolaring 4 bo'ladi. Xotiningni opangga o'xshash, taranchi to'qish usta o'xshaydi-ku. Anamni bir nima desalarmi, mayli. Xotinni demasalar G'anika, bir xush bo'lib ketay. G'azbimga paylamay, 55ni urib selib, bu yerga keldim aka. Borsam menga o'lim tayyor. Xotin bilan bolalarimni o'ylamaydigan kunim yo'q juma aka. U yana machildab yig'lashga boshladi. G'ani yolg'on deb qo'ydim-oy, saron Qashqarliq. Xotiningga hech kimcha qilmaydi. Ammo odam o'z g'imi bilan Muxtarboy soq qo'ymaydi. Ammo u hozir Urumchida turmida, dedi. Muxtarboy degan ism chiqib edi, Nurining yuragi jig'i qilib qoldi. So'qish tezroq bo'lsa-edi, dedi u tartib. Hamma odam murodiga yetadi. Samat akammi yig'lamaydigan bo'ladi. Qarag'ayliq ko'rindi. Ular bir kangri yap-yeshil g'olga kirdi. Neridan kun nuridan yalt-yult qilib bo'zg'illanib eqiyotgan tag'suy bo'yida oppoq uylar tiklangan edi. Akbar Boturlar shu yerda, Seyitmi bor? Dedi G'ani tizgin seyrib tepichaklab turgan etin devitib. Ular shu yoqqa yurib ketdi. Leningraddan hozir binolar o'rilib, osmondan yerdan har kuni necha yuz ming, hatto million pay bomba zambirak o'qlari tushib, odamlar yer ostidan eg'ir ishitgilari 350 gramdan, askarlar 250 gramdan, fuqarolar bilan bolalar 125 gramdan bo'lki yeb, kunlarini o'lim bilan elishib o'tkazib. Ularning ahli, kuchi shahar mudofaasiga beg'ishlangan. Ular dunyodagi eng yovuz kuch bilan elishmoqda. Boyqotliqlarmi hozir chidiri ichida kelgusida bo'ladigan qonliq janglar to'g'risida so'zlashmoqda. Ular u kuch va zehnini o'z yeridan dushmanlarni qo'g'lab chiqarishga, butunlay yo'qotishga beg'ishlagan. Lekin uni oilada jang to'limi taraygan. Go'yo u shirlarning talashishlari bilan chekatkalarning elishlarini selishtirgandek bir ish. Mana Sabiha takaslab kirdi-da, so'nggisini xat yozayotgan singlisining beshidan ortildirib, nerida karvatga cho'rdi. Fariha olib qarab qo'ydi-yu, indamadi. Qari qiz yana bir ustada o'ltirib, kitobdan bir nimalarni ko'chirib-atdi. U qiziqchiroq chiqsa deganda qilib miqida kulib qo'ydi.
Dünyamı şundaq ziddiyat, köreş, elişiş bilen to'lgan. Har qancha tinch yerdami ish bo'lmaganda onalar balalar bilan, xotinlar erlar bilan, hatto devoni saranglarmi kasbdoshlari bilan elishadi. Men ketay, bu sening uying, dedi Parixa yig'lamsirab. Shuncha kangri yer tursa atay qirishib. Bechara singlim, siz bilan talashqidak nima bor edi? Qirishmadim, tashladim shu. Boshqa yer yo'qmidi? Bu degan erkinlik degan nima? O maqsinglim, haliqi dana akangiz Nur Muhammaddan ta'rifini so'rab bilib olmagan bo'lsangiz, men sizga deb beray. Xolig'ini qilish. U yalang chapinni selib sumkasining ustiga pirqirtib otdi va qiyri qizga Qachon ketsiz bu uydan? dedi qiyri qiz. Xolig'anda bu mening erkim, dedi. Sabiha yana qoqoqlab kuldi. Uyga Osiya kirdi. İşcan pushqan bo'lsa, heliqi daryo bo'yidagi tomg'iliq deya yerga berib kelgina. Qoltisi yermanki bo'lib etibdak. G'o'ljining nini baylari chiqibdak, dedi. Yengiliqkan senimi? Parixanim olg'ash baray. Bugunni mashina kelaymi? Men bormayman. Singlim, balki u yerga akangizmi kep qala? Sabiha. Parixa 3-4 kundan beri ündemedi. U hilidan hiliga o'xtartib, miskin, uyqusiz ko'zlari bilan opisiga yig'lamsirab qarab qo'yatdi. Ana 16-17 yosh chog'larida mushundaq azoblangan. Xiyol uning birdan bir hamrohi. Birli yigitning ismi uning eng ko'ngillik ovozi bilingan. Ana qizining sarang bo'lib kelishidan ansiramoqda. Chunki u qachonla uyg'onsa qizi u yoqqa bu yoqqa o'rilib, hilidan hiliga o'xtartib uxlayolmayotganini sezadi. Mana aqlli qiyri qizlar Parixaning holiga yetmoqda. U aplab-saplab Nuri to'g'risi uni buni deb beradi. She'rlarni o'qib Nurining she'rlari deb qo'yadi. Nuri degan ismni ming qatam anglasimi, yana anglag'isi keladigan bechara qiz yo'qning bahonalari bilan Nurining ismini eg'iziga oladi. Nuri akam mush kitobni maqtagan. Nuri akam so'l qo'lida xat yoza oladi ekan. Osiya qizi har qatam Nurining ismini tilga olganda ich-ichidan azoblanadi. Mana hadis atay uning zitiga tegib atadi. Osiya Xudodan iloj bo'lsa, yana bir Nuri paydo qilishni tiligidek bo'ldi. Qizlari o'z nomini talashayotganda Nuri g'ini aksi bilan go'sht qimizga to'yib, sho'x tog' suyining o'ttirisidagi u tashda o'ltirib, Sadir palvon naqshlarini aytmoqda edi. Bu naqsha g'iniga to'lim yoqatdi. Sadir deb etim yomon 15 yoshda atalgan. Dastlabki tutilganda Qumulxonga palangan. Nuri turmadagi Muxtarboyni eslamoqda. U go'yo cho'ng dadisiga naqsha yetib berib atadi. Shunga naqsi to'lim hissiyotliq. Anglayotganinglar bir qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. May, kislota, yana allaqandaq bir nimalar aralashmasini uzun tayoq bilan tinmay aralashtirish tayoq yegandami azobliq ekan. Shahar ko'ydirishchi. Zahardek achchiq lo'yla qo'rayni ko'ydirib, kul qilib, kulni qaynatib, yelimdek bir narsaga aylantirishchi o'taqi. Muxtarboy hayotida bundaq paskina, sesiq va zay nam joyni ko'rmagan. Uning ustiga yeydig'ini-chi. Oq qo'noq unidan qilingan jingmomidan attigini mushtumdek birini. Tushda, kechda yana shu. Kuniga 3 chashk suv ichchidig'inimi, 100 ko'zini yuydig'inimi shu. To'p tunligi to'limi egiz, tomlari say, osti xish. Qorong'i uyda 16 odam bir-biriga chaplashib yotmoq texmi azob. Eshik tubidagi tun ularning taratxonasi. Bir sotkada bir qatam ochiqib to'kib kirgicha uning purqi zay va ses qavo bilan qo'shilganda bo'ladigan sesiqchilik azobi uchun. U tayoq yeyishga xilili ko'nib qoldi. G'o'ljidagi yezisida
O'choqda gurkirab kuyayotgan o'tning taptida höppida isigan uyda kechki suiqoshdan keyin mamoqqa yo'linib xiyol surib yotganda uyga 105 kirib keldi. Manzi xo'roz tojisida qizil 105ning kulkisi bilan yig'sini ayirmoq tez. U tarin turib, "Mo'tavallining uyiga boraydi, yur" dedi. "Nima? Ya'ni yangi seliqma? Yuri." Muxtara uningga agishib, Mo'tavallining hovlisiga kirishigala 4 askar tuyuqsizda uni tutib, hashpash degicha qo'llarini qayirib, orqa qilib bog'lab atdi. Urush mana shu chaqda boshlangan. Qamcha, qirliq kaltak, mushtput uning badani bunchalar chidamliq ekanligini u o'zimi bilmagan ekan. G'olji turmusdagi qiynashchi. Esib qo'yib, ikki qo'lini ikki yoqqa kerib qo'yib urishlar uchun. "Rostani, qurollar nerede? Birini miltiqimba, qo'sh avur. 200 qo'y, 50 ot berib, g'ini o'g'ridan olgan qurollar qani? Yolg'on. Hukumatning cheriklariga yong'ini, bandit nurini yo'chirg'inimi yolg'onmi? Yolg'on." Uni urdi, qiynadi. Zadila rost degizalmadi. Aynak o'qiq tizlandirib qo'yib, ikki askar gajgisini besib turib qiynab urish, ko'mir cho'g'ini ko'ksiga qoqlab turib, maydisidan vojildatib sho'rib chiqish qizdirib savol so'rashdi. "Kim bag'oji boshliq tashkilotning odamlari nerede? Uylarida. Ularning plani nima? Mashrab. Bu anangni siyosiy plan nima? Olti büyük siyaset. Yegan tayoqqa Muxtarbay 100 qitim o'lgan bo'ladi. Lekin u hozir hayot. Tayoq uni mushchaytdi. Chassaqallarini oqartdi, lekin jinini ololmadi. Mahusanga agishib, at uchun tartqanlar jafo emas, o'yin ekan. 3 kun behush yotgan chaqlarida xira-shira tush ko'rdi. U tush emaskan, go'zal orzusi ekan. U muzdavanning tik cho'qisidan oppoq qor bilan qoplangan cho'nquri hangga sakragandek bo'ldi. Oxiri qorong'u konkiga pushlab tiqib uni Urumchiga akaldi. "O'ltirib tashlasak bu avarchilikmi yo'q?" "Yo'q, Leobongni o'ltirmanglar, muhim odam degan. Bu qarqo'rsoq sahrolikning nemasi muhimkin tang? Bu Niyozmo shunda qarqo'rsoq dehqon edi." U Hanzu tilni Yeliqi Mahousanning askarlaridan xeylida o'rganib olganlik uchun askarlarning bu gaplarini tushundi. Muhim degan so'z esida. Muhim bo'lmasa o'lat degan. Urumchida uningga birinchi so'roqda Sen kim?" dedi Muxtarbay darhalla. "Muhim" dedi. "Qandoq muhim? O'lmaydigan. Sarang bo'pti bu qarqo'rsoq. Yo'q, saq, men muhim. Dapaqa, ne muhim? Ekin Baxo'ja, mutaoli xalpat, Zerib Qarachi, G'ani Batur, Nuri. Bu banditlar nima? Akam, inim, balam. Ular nədimi güylük? Samanlıqqa. Ur! Lekin uni o'ltirib atmadi. Lyubimdi degan bo'ladigan odam ekan. Muhim deganni qara, bo'lmasa olli burun o'lat ekan. Yana so'roq. Sen Mahousan bilan Mahmudning odami Abduniyoz birlashib bizga hujum qilganda nima deding? Yo'l dedim. Qaysi yo'lda? Dunxuan yo'lida. Nima qilatding? Qaychib. Kim bilan? Mahmud bilanmi? Balalar bilan Xotandan, Eliqi Yezdin 40 bolni elib manganda, ularni Gomindan askarlar miltiq mashq qilganda opirib, qora belgi qilib atatdi ekan. Sen saran bo'pqaga o'xshaysan ha? Yo'q, men muhim. Eka, kimlarni bilasan zodi? Xo'jam, Nezarxon xo'jam, Ekinba xo'jam, Turdaxunbay, Qosimrab, Ma'sumshonyo, Tursunbay. Yo'q, o'tirib qo'ymayli. Bu rost muhim bo'lishi mumkin. Qara, boya deganlari rost xo'jibaydiri. Mana shunday qilib nurg'un tayoq yeb oxiri muni turmagan. Kuniga 10-12 soatlab sopun qaynatadigan zavodga kelib qoldi. Sesiq ko'lni elashtirib tayoq yegandimi yomon azob. Biroq kechisi jinoyatchilarning gaplarini anglash xeyri qiziq. 16 odamning 7si Hanzo, 5i Uyg'ur, 2si Qozoq, 1i Manju, 1i Shivami bor texi. Bularning to'lisi bayla. O'zlarini solab mollarini musodara qilayotgan bechoralar. Lekin avu qarsaqal o'ruq Xitoy nimamikin?
Kecha toza yerim kechida Muxtarbay cho'sining dardidan uxlay olmay tipirlavasi u. Bolshevik dedi og'zini Muxtarbayning quloqiga yaqin. Muxtar beshini irg'itib qo'ydi. U qo'lini tuvoq qilib, gap qilma deb belgi berdi. Gap qilg'idek nima bor? Abdumarning xotinining qo'yniga kirgani, askarlarga hayva qilgani, yana hukumatni tillab qo'ygani, yana nimasi bor? Yoshirg'idek yana nima qoldi? Hukumat silah seliversa, tillamay qanday qilguliq? 10 xo'yiri bar dehqon 2 xo dan to'kib qutulatdi. Hozir 4 xo'ga chiqdi. Saysilarchi. Burun 4 xil edi, hozir 12 xil. Odamning tilimi kelmaydigan saysi simlari. Gomindan firqasi qurilsa, dehqonga nima foyda? Saysi ko'paydi shu. Askarlar 10 ko'payarmish. Shingdobanning askarlari oz kelib, Gomindanning 50 ming kishilik, keyin 100 ming kishilik askar kelib bizni saqlarmish. Ularning yemak kishmiki, kiyim kechki, minadigan eti dehqonning zimmasiga yuklangudek. Uyg'ur degan askar beqishdan boshqaga yaramam degan. Askarlarni baqsa, dehqonning ballarini kim boqadi? Askarlarning qo'rsqi, eti, kiyimlarini dehqon ustiga olg'udek. Shuningdan bir odamni qo'lga olamdi. Shuningmi shuncha urib qiynamdi kishini. Ursimi shu turmi yaxshi edi. Munu yer bir vaylimg'u. Arzangni mishkab bilan dumbiga ortib ko'tarmak nim degan azob. Buğday zig'irlarini mursiga elib baqmagan, balalari yoki mali bilan qo'llashib bo'lsin bir qitim tag'ar ko'tarmagan odam mana endi arzangni ko'tarib yursa, Osman hojining o'g'li, g'olji taranchilarining mard o'g'li Muxtarbay mana arzang ko'tarib, botqarlashtirib, pitcho'z burgilar bilan so'qishib, ko'tarib ketgan oqqunaq momisi g'ojilab yursa, bu xo'rliqqa Muxtarbaydan boshqa kim chidiy olaydi, ha? Sen nereden geldin ay yigit? Nereden geldin deyman? Sen ço, nereden geldin aka? Avazın tarançının, çırayın, xalxuldan, pa, nim degan quyuq saqal bu. Saqalning quyuqliqqa qarab belgansan uka. Akan qarg'ay no'chilarning no'chisi. Ammo qo'llaring ilashtirishga zodil kelmaydi go. Ar tutgan, chalg'i tutgan qo'llar mana mandaq ilashtiradi. O'xshash tayoq uning qo'llarida avrishim, Muxtarbayning qo'lida xada. Bu qandaq bo'lgani? Ras, demisimi Muxtarbay dehqon bo'lgani bilan bir kun cho'p chopmagan, xamin so'rmagan, mengan to'shimagan. O'g'loq tartish, bo'doni ovlash, taqi chiqish, elik etish, pishicha mashrab o'ynash, chiroyli xotinlarni deb mo'jiq qo'mirish, to'nglikdan po'tig'i esilib o'yga tushish, yana-chi. Yozdagi tog' tamashasi, g'urg'ur shama, shirin paxlan, qimiz va tugamaydigan tog' uyqusi. Muxtarbayning halovat rizqi tugaganmidi, ha? Mushundaq arzon to'shib, botqarlashtirib 60 ga kirmayla o'lib ketarmi? Yo'q, uning dadisi chig'ida yo'tilib qiqilib yurib 83 ga kirgan-ku. Bu o'nlarmi 90 dan beri o'lmagan. Muxtarbayning zamonida davlat halovat mushundaq ta'sishib qoldi-mu, ha? Ay, qora burut, eting nima? Ahmad, seningchi? Etim Muxtar, dadam Osman hoji, anlaganmi? Anlagan. Dadam Sahra Osman hojining mashribiga chiqdi o'qtaydigan. Dadam kim? Nodir Tambur. Ha, Nasir Kesikchining aksimi? Sozini naqsini anlaganman. Cho'ng xon laylunni qaltisi etatdi. Dadamni suydingni qashqaloqlar urib o'ltirib atgan-ku, ha? Ha, baylar o'ltirib atgan. Yo'q, qashqaloqlar. Qashqaloq mo'shkil bo'lindi. Baylar, gadaylar. Taranchilarmi shu'g'i? Baylar, gadaylar. Sen baylarga, men gadaylarga taalluq. Nima? Taalluq dedingmi? O'qigan o'xshamamsan. Ha. Nada? Oyoqda. Ha, yarkantdimi? Mutaoli xalpimdak. Musa Jarullohning shogirdlaridan o'xshaysan, ha? Men Toshkentda, Moskvada o'qigan. Mundaqda, bizning Nuriydek hammani biladigan o'qishni o'qigan-kansan-da. Nuri deganing kim? Inimning o'g'li. Nilqida G'ini Boturlar bilan billa bu hukumatni og'dirmiz deb tayyorlik qilib atadi. Texim osti gap qil aka. Bundaq gaplarni qilgani pichirlaydigan. Ha, bo'ldi. So'lga aylandir. Qara, av Gundpay qarab atadi.
Sen kaçıncı kamerada? 4. Qo'rqma, bu yerden qutulup chiqib ketimiz. Kurash qilish kerak, uqdingmi? Qo'rqsang, hech nimga erisholmaysan. Hammani bir o'lim. O'limdan qo'rqmasaqla. Hech kimdan qo'rqmaysan. Biz gunohsiz. Hech kim demagansan. Meni Mo'g'uljida aynakchilik qilib yurgan yerdan tutib keldi. Gomidan bir qisashon dobanni to'sib turyapti. Bo'lmasa bizni o'ldirib bo'ladi. Pirqa deganing yaxshi-kanda, amsa. Yaxshi bo'ladi. Jankashini bilamsan? Bilman. Ha, shu odam Shingdobandan Shinjongni tortib olmoqchi. Biz qachon tortib olamiz, amsa? Az qoldi. Biz Gomindonni tortib olamiz. Ko'zing yetamdi o'zadi. O'ylamamsan, xalqimiz uyushib kurash qilayotgan bo'lg'achqa, so'roq qilinganda bizdan hadislar, palonchi tashkilot, bugun Sovet odami, qurol-yaroq, bandit deganlarni so'raydi. Xalqimiz hozir Oltoyda, Toshqurg'onda quli qurol olib qo'zg'aldi. G'o'jidimi az qoldi. Balki eng cho'ng qo'zg'alan G'o'jida qo'zg'alishi mumkin. Hay, sen kim? Shundoq gap qilib bizni joylamaydigansan ha? Hozir jasos to'llab ketdi. Ammo lekin sen jasos o'xshamaysan. Avu qeyrini qara, injiqlab taqarni ko'tarolmayotdi. Men uning yordam qilay. Bir ko'zi sal qisiqroq, qora burut yigit ko'lning nerisi qarab chaqqan qadam bilan yurib ketdi. Yaxshi nima ha? Dedi Muxtarboy ko'ldagi badrasini tikliginicha uning kaynidan qarab. Nima deydi ha? Ha, ras Ahmad, Nodir Tambirning o'g'li ekan. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Shinjong yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjongning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi